tomoshabinlar. Bizniki ana vatanimizda tanqid chiqqan chaqchaqchi Eson Qurbon bo'lsa, O'zbekistonda Obid Asomov bo'lsa, bizning Olmutida Olimjon Bavdinov bo'lib qoldi. Asa qo'qapdi. Shundan misol qilsanglarman Olimjon Bavdinovni mushakka qilgansan. Ya undan emas. Ya to'xta. Undan emasga. Almaysa. Sahnada Olimjon Bavdinov! Rahmat. Azında qilsam ayt g'iybat ketishi mumkin. Olimjon ekstra sensu ketdi deb. Daqtni muzikani o'chirdi. Ya men daqtni bizning shariat o'zdir o'chirdi. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli qarindoshlar. Bugün konsertimizga xush kelibsizlar. Degan qadamlardan nur yog'sin. Rahmat. Bugün mana sizlarni xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Xush ko'rayotgan odammi bor? Xush ko'rmayotganlar bor, bunday qasamlar. Biroq biz sizlarni bugün xush ko'rdik yana. Xush kelibsizlar. Endi buni fursatdan foydalanib bu sahnaga chiqish Benim ta'lim baka bugün Azamat bilan Nasimani yayra duetini bugünkü 10 yıllık konsertdan tabriklash ta'lim o'qibdi men uni. Ayta bir qitim bo'lsin meni ta'lim o'qibdi mana shu chiqish. Shu mayli. Shu fursatni foydalanib tabriklay olay Azamat Nasima bugünkü yubiley konsertdan muborak bo'lsin. Qiyin emas. Men so'zdan aytib hech kim qolmaydi o'shada. Timakçılık avrup kamakta. Mübarek olsun 10 yıl degen az ve bizden 10 yıllık devede boş kısmı ayakotlup öğü tutun 10 yıl oldu mu? Mesela makası sahnede şu günge 10 yıl oldu. Bunun ekema 20 yıl. Bir neçe yıllardan keyin jurunla yayra duetinin 70 yıllık oyuttu şey berkeleydi dediğinga şunu kördüğinga Allah Teala nasip kılsın. Rahmet. Endi bunu men naq zal qarayapman da. Shuncha kelgan tomoshabin hammalarni to'nayapman. Hech bir adat ko'rganda, bir adat konsertos ashak chiqma, ashak ko'rdim. Yangiran oqshom degan bo'ldi, ashak chiqdim, ashak ko'rdim, ashak keldinglar, hammalarni to'nayapman men. Qasam qiyindasa ketdi qo'sh. Rastım insan. Bahar namazı oldu, eşek yadına, eşek gördüm. Ben ona tonatmaya. Rastım ne etsem? Sizler boş bilet yetiştim, uyulattım. Rast? Hem o yoğurt teatrının kayında 40 yatsam, yani kayında oğandı. Ne mi o? Kayında oğandı. Sujat ne kodunda? 40 yatsam bir hedem amcam bilet bağımı Belet kancıdın dedi, uyulup hede şikayarımdın da 40 etmi. Hede şikayarımdan gelin de uyulup 40 etmi asla. Sizler boş belet yetiştim, uyulup atmışsın. Hani, ben bayıtın beri koncert başlanğanı tatip, hemimiz bayqavatımız, tomoshabinlar. Koncert, başka konsertlardan alohidligi canlıq icrada o'rnini oladi. Rostmi? Rost. Canlıq. Yani canlıq degan bir tushunadi, tushunmadi. Men o'sha o'ris mijozlar Что это такое deb o'tirdi. Canlıq degan yo'g'richa vaqtda живой исполнение degan bo'ladi. Biz tomoshabinlarimiz uchun fonogramma bo'lmasinlar deb
живой болсынlar әміне біздің тамашылар шонша жапа татып белет епмешек кіргініге mesela panagram koyup bermez mi? Живой қып берейлі деп балалар мұшылар әмісі ішкай мана жапа татып мана мұны акам дүгідік күс қуатқан енін акамна мұшылар әмісі мана мұны бұлар чөт жоқ бірақ мұшылар бірақ сіздер үшін живой чепіріп отырды. Рахмет сіздерге машта кепегін оларға. Әнді фонограмма десек Нұрғын, кәп Нұрғынды бір постоянно фонограмма етідіған балбады. Постоянно. Концерт шықсын фонограмма етіді. Тойғы басын фонограмма етіді. Күндіз тойғы басын ба, вечергі басын ба, сүнәт тойғы басын ба. Юбилейный басын фонограмма етеді. Бір қеттен жой әтмейді. Шынан бір күн вечер кетті ол. Фонограмма еткелейді. Bütün вечерін түгітіп, saat 2-ге қын үй кәпті. Үй кәсі әдіміз күтіп отырыпты. Құлмай күтіді ғой. Әді оны күтіп отырып, шынбай алықты фонограмм етілдіған кіртті үйге. Кіріп, туфлін ешіп, алтыным, қозам, жүрегім әймәсін сен кәттім құшыншылық. Ayda işte kırgene kırpla, bugün çukulat. Kula kalsa, o arkamızda ne ümitlerini kütken hedimiz. Yani fonogramı kıldın depti. Rahmet. Mustafa'na bırak o. Ben de hemen o hepimiz öz adışıptı. Hatalaşıptı da turmuş çıkılgan vaxtıda. Fonogram etadigan naqshchilar emas, biz o'xshash qiziqchilar chiqqan bo'lsa, bizni постоянно живой deydi-da. Fonogram bo'lmadi-da. Любой vaqtda jonliq. Вечерni kelmizmi, yabiradni kelmizmi aytayapti. Endi bunu fonogramdan живойның nima ayrımçılığı var deb bir ishga ag'in постоянно sport qilib kelganda so'qish qolib ketgan. O qanaqa ag'in ketdi so'qishga. Живойның qayeri yaxshi debdi. Fonogramning qayeri yaxshi, живой degan yaxshi emas. Buni bular chiqib o'tdi. Sharpni to'xtatib boshqa yaxshi ular ketsangiz живой degan yaxshi emasmi? Yalnız to'xtatib etib, rahmat tomoshabinlar kelganlarga deb og'ayib qilpasmi? Qog'olar jim tursa. Yaxshi emasmi? Uni yo'q. Da ular ketsam Allah chalayverdi. Yaxshi emasmi debdi endi. Biz живой qo'yg'ina debdi. So'zni unutqasan nima deysan? Da turamsa aytadi. Fonogram degan so'zing tayyor, hamma nima muzikang tayyor. Mana 48 odam akvagacha bir tal diskani aytsa, tiqsa, naqshni aytsa, kelsa debdi. Undan keyin naqshdan ketib qolgan vaqtida deb o'tagan tomoshabin tilay aytsa debdi. Biletini satamay aran satkan tomoshabinlarni o fonogramni tilab olsa debdi. Bugun biz sizdan mana tilmaymiz. Hammamiz живой. Jonliq ijroda o'rnini oldi, nami jonliq ijroda o'rnini. Yamir qilib sanam, yamir qilib deb jonliq ijroda. Живой. O mayli bir Asa naqshchi yana bir naqsh etibdi. Aksan to'ydi edi. Etgeli saat 8:30. Bir naqshni etibdi. To'xta qolgan naqsh tukkandan keyin ala chavak deganni chep, bravo deb birlari voy, dura yana bir etim ashni debdi. Voy, yana bir qilib ashni etqina debdi. Al bu demakchi o'g'inliqi, hurmatli naqshchilar. Naqshning so'zga men demaydi. Nima to'g'ri aytadi o. O ash kelan do ash arkishdan to'g'ri. Pa barabanda. Yana bir xizmat deb naqsh tutgan ekan. Al mayli deb naqshni yana bir xizmat. Tutganki yana ashni qilna debdi. Endi o'tan arkada chavashib, ushqib, vaqirib o'tdi. Endi mayli deb yana bir xizmat to'xtaganki yana yetashni debdi. Bular mushkul qildi bir tandaqshin.
Oynat dedim bu da tuttum. Oynat demez yani et depti. Arkada toxtamlar men başka nakştırım var. Onu tutatım da yazan nakştırım var. Yani bir nakştırım var. Başka oruç nakştırıp bir edat men. O bir tane nakştırım yarım saat oldu, 40 minut oldu oytattım mı? Et depti. Sen pakajının sözün dursa etmekçe etse yani et. Yani et depti. Yani et depti. Hoş aldı evet ben nakşam yer kaptı dep. Yani ki. Endi men balalar zo'y chiyotdi. Zo'y degan mening jo'si yaxshi jonliq ijro degan. Bayma aytib ketgandek to'xtatiblar. To'xtatdilar, men so'zlar aytadi deb chiqsammi, birdan turib. Ondan keyin anasi chiqanlar deb nuqson. Bular endi hozir mana shu o'tirib zakaz qilsam ham bo'ldi naqshlar. Leboy naqshlar chaldi bular. Hozir bu birim yo'q, endi просто chiqqanda deydi. Leboy naqshlar, leboy. O'ris qaysi bular tak agar siz shu kadagi diyasga degan tat boshqa. Tak agar o'sha deganlikcha hammasi chaldi bular. Rasional ne bular? Sazandilardan mi? Mesela bugün oturdu, rahmet, endi bularning bunday jonliq chelishiga, jonliq davatimiz, bunday jonliq cheyotgan yigitlarni nima uchun jonliq bunday cheyotdi desanglar, o'shan o'rgatgan ustozlari bor. Shu ustozlarimiz omon bo'lsin. Rahmat. Endi men shu cho'lda bir o'z qolgan, prosta o'z qolgan bir qora yog'ochdek o'zim chiqqan yerim yo'q. Mening ko'plagan ustozlarim bor. Aytdim men, o. Rahmat. O sazandan ustozimiz men bo'lsam, mening ustozim Meshet bor o'zi. Aytdim beri ko'rdinglar o'zinglar, o'shaga ustozimiz akimiz Rüstem Niyazov meshe chaqirgan bo'lsak. Rahmat. Men shuncha o'gitib nima qilganim rahmat sana. O'sha hamma qilganmish. Sana rahmat. Biroq etim uyga kelib nima qilgan o'rinda bir tek so'y qo'ydim. Bu rahmat, sana rahmat. Rahmat, hakikaten Alımcan Bavdiyat'ın ayda yakışparan kadı ustaz deganning nomi ulug'. Misali meni shaxsan o'zimni shu maktab vaqtida ravotni qanday chelishni o'rgatgan Halimadam Shavoyeva, muqam etishni o'rgatgan Qasmakam Muxtar, sahnaga aktyor bo'lishimga nurg'un kuch chiqargan men Mo'yta Kamizimov. O nima qilibdi? Bunday avvar. Tutatan bir satanni qanday to'g'ri chelishni o'rgatgan, ovozni qanday durustlaydigan Nurali Varisov bilan Marat akam Varisovga ko'p rahmat aytamiz. Men bu sanamiz. Ravotni shu kichik vaqtda maktabda o'qiyotgan paytlarda chaqanda, mushtumchoq chalsa deb, mundaq chalsa deb yo'l ko'rsatib, oxir kelganda shu 5-6 klass men to'ylarga o'rgatgan Halimadam Shavoyeva bugun o'sha mehmonim dedi. Halima Shavoyeva, Nasima Shavoyevaning onasi bo'ldi. Marhamat ustoz, chiqibsiz. Keling. Keling. Kelinglar. Kelinglar. Rahmat. Halimadam Rustam akam ravot tutishni o'rgatsa, men qizlarning qo'lini tutilgan o'rgatdim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Halimadamniki Halima erkin qizining avlodi san'atkorlar bizlar ma'lum. Bir odam san'atkor bo'lib, farzandini san'atkor qilib ishlarni cho'ng bir konsertda o'tamoq meningcha o'zim ayt cho'ng bir baxt bo'lish kerak. Siz Halimadan shunchalik hayajonlanib turgan bo'lishingiz mumkin. Farzandlaringiz aytadigan gaplaringiz bo'lsa, aytadigan tilaklaringiz bo'lsa, mana sizga fursatni beramiz. Rahmat. Halima Shavoyeva, deb kirgacha bo'ladimi? Rahmat. Haydi.